Mana o'chilishini ham ko'rsani, eng tezkor holatda o'chiladi. Gap yo'q. 8 sekundda ko'tarilib, 10 sekundda tushsa, bu juda ham ajoyib. Shuncha yillik tajribadan kelib chiqib, o'zimiz zakaz qildik, mana Urganda ham mana. Ha, shum yo'q. Umuman ovoz yo'q mana. Mo'shi, bemalol mo'yka karcher anaqada qilishaveradi, umuman nima bo'lmaydi. Pult orqali o'sha 200 metrdan oshiqdan bemalol boshqarsa bo'laveradi. Svet o'chsa, hozirgi 3 xil ko'rsatgan mahsulotimizda ham ruchnoy ochilib yopilishi bo'ladi albatta. Kuniga 3-4 marta ochilib yopiladi. Mana bularniki 3 yildan o'tgan holatda chiroyli xizmat qilib turibdi. Ranglari ham o'chmagan. Tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshagani bilan, lekin ichki qismida juda katta farq qiladi. Profilimiz 3 metrligimiz 900 gram chiqadi, 50 milligi mana. Ikkinchi o'rindagi mana stal biz o'zimizga ham qo'yganimiz, mana o'zimizga ham qo'yganimiz juda ham sifatli narsa bo'ladi bu. Teppa-teng elimindan 2 barobardan ham qalin degani bu. Eng qalini deyilgan mana u juda ham bu 2 kilo 600 o'shanaqa atrofida chiqadi. Mana bu o'zimizda chiqayotgan, shu yerda bozordan olinadigan truba, u yog'iga motor qo'yiladi. Oddiy truba. 75lik a? Ha. Endi truba bilan nima uchun mana ularni terib qo'ydi? Bular zavodskoy u yoqdan keladigan nimasi truba. Mana zavodskoy boshqacha bo'lar ekan-da. Umuman boshqacha narsa-da. Bu mana nimalargacha o'zi moslangan bo'ladi. Shunaqa detallarni arzondan qo'yib turib, foyda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi-da, o'shaning uchun narx nimaga arzon, nimaga qimmat deb aytishaveradi mana. Yonida qo'yiladigan korpa. Mana bu narsani mana unga bundoq tushadi-da, mana. Bu temirda, listda o'zimizda yasaymiz. O'zbekistonniki? Ha, sheyda o'zimiz yasaymiz. Mana bu zavodskoy o'shaqdan keladi, qarang. Suvarka qilmasdan buni boltkakada qo'tirib mahkamlab, mana bu narsa haqiqiy zavodskoy narsa. Bu 50 millikka qo'yadigan motorimiz, bu stalga qo'yadigan, hali 2 kilolikka qo'yadigan motorimiz 180. Bu PVC panelga qo'yadigan motorimiz. Zavodskoy kesakisini qarang, umuman mana tashaganimizda ovoz yo'q mana umuman. Endi mana oddiy kesakisini ovozini Bay. Bu ham kesaka. 6 yildan o'tdi avtomatika. Darvoza, temir darvoza sohasida уже 20-24 yil atrofida shuni ichidamiz. Eng hozirgi kundagi o'sha qimmat radio blok mana buga to'g'ri keladi. Pultda ham farqi bor ekan-a? Ha, hamma detalli. Radio blokda ham farqi bormi? Radio blogi ham mana shunga o'xshagani bilan, misol uchun mana biz o'zimizga qo'yganimiz mana farqini ko'ring. Hozir ko'pchilik mashindan qo'yadi, mana e'tibor bersa, pultini rasmga olib tashan deysa mana. Shu eng qimmat narxdagi mana seksionni nima uchun ichiga qo'ysa bo'ladi? Chunki bu butunicha konstruksiyamiz yuqoriga butun holatda ochiladi. Avtomatika darvozalarimizdan ham tashqari mana peregola xizmatimiz bor. Hozirgi terrasalarda rosa nima bo'lyapti? Trend bo'lyapti. Bu markizalarimiz bor. Markizadan tashqari ishxona nimalarga surma, zavod surma darvozalarimizga ham motor o'rnatib beramiz mana. Ishonasizmi, ushbu darvozamizni o'rnatganimizga 5 yildan o'tdi. 5 yil o'tgan bo'lsa, qanaqa holatda ishlayapti? Ko'ramizda endi aka. Mana ishlab turibdi mana. Aka, bu 5 yil o'tgan bo'lsa ham, lekin ishlashi juda ham ajoyib, ideal holatda. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, hozir zamon jadallik bilan o'zgarib bormoqda. Bunaqa darvozalar albatta yaxshi, lekin bu darvozalarni deyarli davri o'tdi. Chunki ishdan charchab kelasiz, mashinada darvozani och, yop, muammolar ko'p. Bunaqa holatda yo uydan kimdir chiqib darvozani ochish kerak, yo o'zingiz tushib darvozani ochasiz. Hozirgi paytda albatta ommalashib borayotgan, uzoq masofadan boshqariladigan avtomatik darvozalarning turi ham juda ham ko'payib ketdi. Shu darvozalarni eng birinchi qo'l bir necha yildan beri shu sohada ishlab kelayotgan va hozirda O'zbekistonning ko'p hududlariga o'rnatib kelgan haqiqiy mutaxassis ustani topdim. Hozir usta akamizdan batafsil ma'lumotlarini bilib o'tamiz albatta. Xo'p, mana bu darvozamiz bor. Bu tarafda mana darvozani tayyorlanish jarayonlari, hammasini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Albatta roligimiz juda ham ajoyib chiqqan. Bittadan laykni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Shu laykingiz orqali 10 ta inson tomosha qiladi. Shu 10 ta insondan atiga bir kishi bo'lsa ham manfaatdor bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Demak, obzorimizni boshladik.
Hozir batafsil ma'lumotlarni usta akamizdan bilib o'tamiz. Azizlar, mana bu Nexia Legenda. Bu kuzov ustaxonasi ekan. Bu yerga ham qilib berishgan, avtomatik darvozada. Bu yerda ham mana bir chiroyli xizmatini qilib turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukrullo xonaga yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Salomatligingiz yaxshimi aka, charchamasdan? Yaxshi oldingizmi? Ha, rahmat aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Aka, ha, xudo xolasa, mana shu avtomatik darvozalarni batafsil ma'lumotlarini bilish uchun oldingizga keldim. Adashmasam, bu birinchi qo'l. Ha, o'zingiz ishlab chiqarsangiz, mana birinchilardan buni boshlagan ekansiz. Shuni batafsil ma'lumotlarini, narx-navosini, xizmat turlarini hammasini aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda o'zi eng ko'p so'rashadigani ham o'zi narx qanaqa, narxi nima uchun qimmat, arzon degan savolga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'shaning uchun ham mana zapchaslarimizdan hammasidan abrazes, to'razigacha qo'yib qo'yganmiz. Qalin parashligini bilgani, mana motorlari, mana miyasi, radio blok, katta kichik, korpuslari har bitta materialimizdan abrazes qo'yib qo'yganmiz. Bugun xudo xolasa qo'ldan kelganicha mijozlarimizni talablardan kelib chiqib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Aka, bu avtomatik darvozamizni turlari ko'pmi? Ha, juda ham hozirgi kunda juda ham ommalashib ham ketdi, ommalashgan sari buni turlari ham ko'payib ketdi. Internet tarmog'ida ham har xil turlarini ko'ramiz. Bu bir-biriga o'xshamas ekanda? Yo'q, tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshagani bilan, lekin ichki qismida juda katta farq qiladi. O'shaning uchun ham ko'p joyda tashqarisini o'zini ko'rsatiladi, ichki qismiga ko'p e'tibor berilmaydi. Shuni hisobga olgan holatda biz barcha detallarni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelganicha. Har bitta detalini solishtirib ko'rsatib beramiz. Aka, yo'qsa bir boshdan boshlasak, hop, qaysi biridan boshlaymiz? Xo'p, Bobirjon, bo'lmasam arzonidan qimmatigacha tanishtirib o'tamiz. Eng arzonidan boshlab eng qimmat full variantigacha. Full variantigacha tanishtirib o'tamiz. Demak, eng arzon hozirgi kunda ruchnoy so'raganlarga ruchnoyimiz ham bor, mana. Bunisi bir qavatli. Bu ruchnoy, a? Bir qavatlik, tashqi ko'rinishi lekin bir xil turaveradi, lekin bu bir qavatli bo'ladi. Buni 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan boshlanadi. Ruchnoy so'raganlarga ham qilib beramiz. Hozir bu darvozamiz faqat bir qavatli bo'ladi. Ha, bir qavatli. Ruchnoy, avtomatik emas. Avtomatik emas. Qo'lda ko'tarib tushiriladi, buni. Bunga ham qilsa bo'ladi, lekin endi bu endi aka, lekin bu darvozamizdan ko'p shikoyat tushadi, chunki ko'tarib tushirganda baribir mexanizmi uzoqqa bormas ekanda. Chunki material o'zini ham ko'ring. Yo'q, asli yaxshi, lekin material ham stenkasi unchalik qalin emas. Uni ustiga bir qavatli bo'lgani uchun shum o'tkazadi, taraqa turuq shunaqa ovozda bo'ladi. Agar shuni ishxonalarga mayli ovozini ertalab o'chib qachqir yo'q qo'yamiz deb rozi bo'lsa, qilib beramiz. Ruchni o'chib yopadiganimiz ham bor. Assortimentga olib kelib qo'yganmiz. Ha, buni ma'lumotlarini aytib o'tsangiz, xo'p, bu stenkasi necha yillik bo'ladi va materiali nimadan bo'lgan? Xo'p, stenkasi o'sha 0.4 atrofida chiqadi. 0.4 ha? 0.4 atrofida chiqadi. Ozgina minus deyiladi. 0.4 ga chiqib chiqmaydigan holatda ovozi ozgina bo'ladi, yana qaytarib o'tamiz. Ovozi birinchi o'rinda bo'ladi. Kvadrat metri eng kamida 3 ga 3 bo'lsa, 500 ming so'mdan qilib beramiz. Undan kichikroq bo'lsa, narxiga qo'shiladi. Bu kraskasi, laklari toza bo'ladi? Hammasi toza bo'ladi. Zavodskoy bo'ladi. Endi ikkinchi o'rinda alyuminligimiz mana. Bu eng ko'p tarqalgan turiga kiradi. Mana har bittasini qo'yib qo'yganmiz. Alyuminligimiz. Buni endi qaydan bilamiz? Alyuminligini, boshqasini deyilsa, atayin to'raza olib kelib qo'yganmiz. Mana to'razaga e'tibor berib qarasa, mana. Hozir har bitta qo'yganligimiz 3 metrli to'raza, 3 metrli lambrey qo'yganmiz. Hop. 0 holatda bo'lsa, buni o'lchovda qo'yadigan bo'lsak, mana. Bu 3 metrli, ha? Ha, profilimiz. Profilimiz 3 metrligimiz 900 gram chiqadi alyuminligi mana. 900 gram chiqadi. Bularni narxini 3 ga 3 razmerdagisini eng kamida $900 overbody bo'ylab o'rnatib beramiz. Ha, mana shuni masalan narxini arzonroq aytib turib, darvoza bitgandan keyin hech kim bila olmaydi-da. Buni. Ha, buni faqatgina taroziga qo'yib ko'rib, stenkasini tekshirib bilib olsa bo'ladi. Mabodo bilmaydiganlarga eng bizda u nimadan farqini bilamiz degan savolga shuni nima qilib chiqdik. Endi ikkinchi o'rinda bu o'sha $900 ga o'rnatib beradiganimizga vodiy bo'ylab
ikkinchi o'rindagi mana stal biz o'zimizga ham qo'yganimiz, mana o'zimizga ham qo'yganmiz. Juda ham sifatli narsa bo'ladi bu. Kilosi 2 kilodan 2 kilo 200 gacha chiqadi. 3 metrlikni mana 2 kilo 100ligi bu. Bu teppa-teng elimindan 2 barobardan ham qalin degani bu. Bu ham 3 metrlik, ha? Bu ham 3 metrlik. Aka, hozir buni qaysi birini tavsiya qilasiz? Xo'p, alyuminiymi yoki mana eng stallinimi? kamida stal bilan mana o'sha mana eng qalini deyilgan mana u juda ham bu 2 kilo 600 o'shanaqa atrofida chiqadi. Eng moshnisi ham matviy, mana trubaga ozgina tegib qoldi. Xo'p. Mana 2 kilo 600 grammligi. Bular endi ma'lumotlarini aytib o'tsangiz, xo'p, qayerniki? Materiallar masalan O'zbekistonnikimi, Xitoynikimi, yo rossiyskimi? Bularimiz ham Turkiyadan keladi. Bu ham Turkiya bo'ladi. Mana buni o'zimiz spes zakaz qildirib olib keltiryapkanmiz. Bu o'sha eng qimmati. Stalniki Turkiya? Yo'q, bular Xitoydan keladi. Ha, Xitoy. Lekin o'zimiz zakaz qildirib kelganmiz. Xitoyi nerga nimalari ham bor, bu haqiqiy zavodniki bu. Mana bularniki $1050 stalliki 2 kilo 200 larniki $1050 3 ga 3 razmir degani o berib o'rnatib beramiz. Endi buni yonida kesakilarga keladigan bo'lsak, mana bunga e'tibor berasiz. Mana bu o'zimizda chiqayotgan, shu yerda bozordan olinadigan truba, u yog'iga motor qo'yiladi. Oddiy truba. 75lik, ha? Ha. Endi mana shu trubani yoniga qo'yiladigan mexanizmi mana. Biz o'zimizda suvarka qilib qilingan, bu o'sha eng arzon materiallarniki. Buni o'rniga hozir mana bu yerda bor mana. Biz asosan mana bunaqa zavodskoy qo'yishga harakat qilamiz mana. Bu o'shaqdan zavodskoy holatda keladi. Zavodskoy bilan buni ancha farqi bor ekan. Anchagina farqi bor. Baribir mana svarkani izlari turibdi. Uni ustiga bu nolga o'rnaganmi, o'rnamaganmi? Zavodskoy baribir zavodskoy. Misol uchun mana pochimni tushunganlar biladi. 15 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bu eng kamida $20 boshlanadi. Bundan Pashivnik o'zi. Mana shu qo'yiladigan nimamizni o'zi $20 qimmat turadi. Lekin zavodskoy garantiyali. Luftdan bo'lmaydi, xizmat ham ancha bo'ladi. Xizmat ko'rsatishi ham ancha bo'ladi. Bu mana birinchi detal mana. Ko'rdingiz? Aka, mana shu detallarni o'zidan ham foyda qilsa bo'ladimi? Hozir hammasini masalan, klientga umumiy narxini aytib turib, shunaqa detallarni arzondan qo'yib turib, foyda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi-da, o'shaning uchun narx nimaga arzon, nimaga qimmat deb aytishaveradi mana. Yonida qo'yiladigan korpi. Mana bu narsani mana unga bundoq tushadi, mana. Bundoq tushadi, mashinada qoladi, ko'tarib tushirganda bu mashinada bo'ladi. Endi zavodskoy qanaqa bo'ladi desa, bu temirda listda o'zimizda yasaymiz. O'zbekistonniki? Ha, shu yerda o'zimiz yasaymiz. Mana bu zavodskoy o'shaqdan keladi, qarang. Suvarka qilmasdan buni boltkakada qo'tirib mahkamlab, mana bu narsa haqiqiy zavodskoy narsa. Mana bunga kelib, mana nimasi bundoq tushadi, bundoq bo'ladi. Qarang. Xo'p, bular mana shu holatda o'rnaydi, o'ziga zavodskoy tushadi. Bunaqa samodelka bo'lmaydi. Zavodskoy holatda. Haqiqiy zavodskoy holatda bo'lar ekan. Ha, mana endi trubani ham. Aka, buni ichida motori ham bormi? Yo, shunchaki bu ikkinchi tomoni bu. Motori mana truba nergi tomonini qo'ydik-ku. Motori bu tomonga mahkamlanadi mana. Endi truba bilan nima uchun mana ularni terib qo'ydi? Bular zavodskoy u yoqdan keladigan nimasi truba. Mana zavodskoy boshqacha bo'lar ekan-da. Umuman boshqacha narsada. Bu mana nimalargacha o'zi moslangan bo'ladi. Ham buni ekspert bo'lganiga u yoqdan olib kelingan buniga pul to'lanadi. Joy olganiga pul to'lanadi. O'shaning uchun narxi qimmat, lekin zavodskoy luft bo'lmaydi. U tomondagi moslamalar. Hozir mana shuni tushuntirib o'taylik. Bu rulon. Ha. Darvozamiz mana shunga yig'ilib turib o'raladi. Yana bitta yangi boshlagan avtomat ko'p bizga hozir remont qilib berasizlarmi deb o'zi gapingizdan kelib chiqib orada kelib qoldi. Mana bu narsaga mahkamlanadi. Avtomatika darvoza boshlatganligi yoki qildiritganligi yana maslahat. Tekin maslahat desak ham bo'laveradi. Bu mashinada o'ralib turib, bundoq o'ralib turib, mana unga kiradi-da bu mana. Kirib turib o'raladi mana. Mana shu joyga eng e'tibor beradigan joyi, darvozaning eng kerakli joyi. Ko'pchilik nima qilyapti? Buni o'silib turadi deb o'ylab,
o'silib turadi deb o'ylab. Zapaska qo'ymay ketibdi. Yo'q, buni mundoq qilib turib, ikkita lambri ketadi. O'zi har bitta mana lambri yasalayotgan joyi bo'ladigan bo'lsa, har bitta lambri eng kamida $10 atrofida chiqadi, 3 metrlik. Lambri bu, mana bu profil. Profil. Bu profildan tevaga mana uni o'siltirib qo'yadigan bo'lsa, mana $10likdan $20 ekonomika qiladi. Pastga o'silib turadi bu. Ha, ikkita kam. Mana buni ichida turadi, ha. Ikkita kam bo'lsa, $20 ekonom qilamiz deb o'ylab, buni o'siltirib qo'yishyapti. Yo'q, bundaqa qilinmaydi. Buni ichiga ikkita zapaska qo'yib, shundoq qilib, har pastga o'ralib yerga teganda mana bu narsa emas, lambrini o'zi pastda turish kerak. Bu yerda lambri zapaska turish kerak. Mana unga kuch kelmaslik kerak. Bu lambri o'rnatib olgungacha kerak bo'ladigan narsa. Bu trubamizga tekkan holatda bo'lishi kerak demoqchisiz. Bo'lishi shart. Osilgan holatda emas. O'shanda umri, ha, buni o'silsa har pastga tushganda bundoq totib turib, mana bu yeri yetib chiqib ketadi. Ha. Shuni tushunmasdan ko'pchilik yangilar bilmaydi, buzib qo'yapti. 1 oy bo'lmasdan bizga telefon qilishyapti. Shu nimani to'g'rilab bera olasizmi deb. Biz o'rnatganlardan hali muammo chiqqani yo'q. O'shani hisobiga biz tavsiyamiz shu ichiga 1-2ta lambri zapaska bo'lishi kerak. Aka, mana shu sohada necha yildan beri hozir mana faoliyatini olib borasiz? 6 yildan o'tdi avtomatika. Darvoza, temir darvoza sohasida уже 20-24 yil atrofida shuni ichidamiz. Buni ichida avtomatikada уже 6 yildan o'tdi. Ha, temir darvozalar ham bor, ha? Temir darvozalar ham bor. O'shaninga tavsiyamiz ichida zapasi bo'lsin. Uni tushunmasdan o'siltirib qo'yib $20-30 ekonomika qilamiz deb buni buzib qo'yishyapti-da. 2 marta o'silgandan keyin uzilib ketadi. Aka, hozir telefonda masalan qo'ng'iroq qilsa, umumiy narxini aytib turib, mana bundan $20, bundan esa yana qanchadir pul tejab qolsa foydalanilarkan-u, lekin sifati uzoqqa bormaydi. Sifati uzoqqa. Ana o'shaning uchun ham biz videoda batafsil tushuntirib o'tamiz deganimiz shunga. Endi mana uchinchisi farqi mana kesakini o'lib o'tadigan bo'lsak, mana zavodskoy kesakisini qarang, umuman mana tashaganimizda ovoz yo'q mana umuman. Endi mana oddiy kesakisini ovozini. Bay. Bu ham kesaki. Bu o'zimizda chiqazilgan. O'zimizda tayyorlangan, lekin aka bu ancha farqi bor ekan, lekin 1 metri $10 da buni. Masalan, qovurg'asi ham boshqacha ekan buni. Qovurg'asi bor ekan, bunda yo'q. Oddiy tunikada bu. Ha. O'sha 3 ga 3 bunda $1050 chiqitgan bo'lsa, mana $1150. Mana ro'paradagi o'sha PVC eng qalin 2 kg 600 lik lambri dedik-ku. Ha. O'shani mana kesakisini ko'ring, buni kesakisini umuman Xitoyga bu. Ha, lekin buni haqiqiy zakazga qilinganda. Bay. Stenkasini qarang aka buni. Yo'nlarni cho'tkadan tashqari ham. Ha, cho'tkasi bor ekan-a? Ha. Buni eng baquvvatimi endi bu? Eng baquvvat, eng hozir kunda bizdagi. Lekin aka, bu baquvvat bo'lgani bilan narxi unchalik qimmat emas ekan-a? Ha, bundan $100 farq qiladi xolos. Lekin aytib o'tganimizda xuddi buni mana tevaga qo'yadigan nimalari, mana bu yerda mana motori, zavodskoy motori. Bu 50 likka qo'yadigan motorimiz. Bu stalga qo'yadigan, hali 2 kilolikka qo'yadigan motorimiz 180. Bu PVC panelga qo'yadigan motorimiz. Bu motorlar hammasi original. Original motorlar. Oldingi videoda ham aytib o'tganmiz, motori, miyalarga e'tibor berasizlar. Endi mana uchinchisi miya radio blokka keladigan bo'lsak, eng hozirgi kundagi o'sha qimmat radio blok mana bunga to'g'ri keladi. Aka, buni arzonlari ham bormi? Bor, mana atayni uni ham assortimentidan olib kelib qo'yganmiz. Bu hozirgi kundagi eng qimmat radio blogimiz. O'shanga e'tibor berib qo'ysa, bu arzonroq, nisbatan arzonroq radio blogimiz. Aka, hozir buni firmasi bir xil-ku. Hammasi Mosel ham. Moselmi deyishadi, ha degan bilan Moselni o'zini ham qimmat arzon variantlari bor-da mana. Qarang. Ha, pultda ham farqi bor ekan-a? Ha, hamma detallar. Radio blokda ham farqi bormi? Radio blogi ham mana shunga o'xshagani bilan, misol uchun mana biz o'zimizga qo'yganimiz mana farqini ko'ring. Bu yoq o'zi tayyor bo'ladi. Mana bundoq qilib chiqazib, boshqa qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni chiqazib qo'yib bo'lmaydi. Ha. Buni montaji ham oson emas ekan-da. Ha, shuni bitta detallarga e'tibor berishsa, bundan ham tashqari mana 3-xil bu. Bu ham boshqacha. Prostoymi bu ham? Bu ham prostoy mana. Hozir ko'pchilik mashindan qo'yadi, mana e'tibor berishsa, pultini rasmga olib tashan deysa mana.
Eng qimmati mana. Aka, masalan, zakaz beradigan inson nima narsasiga e'tibor berish kerak? Asosan zavodskoyligiga, hammasi o'ziga moslanganligiga, mana bunaqa uy sharoitida tayyorlanmagan bo'lsa, mustahkam o'ziniki bo'lib, yaxshi xizmat qilaveradi. Demak, birinchi o'rinda radio blok. Ha, Ikkinchi o'rinda mana motorlari, pulti, korpuslari, lambresi. Hammasini ko'rib olishlari kerak ekanda. Hammasini ko'rib, nima qilib o'lishlari kerak. Mana shularni masalan arzonidan qo'yib qancha tejab qolsa bo'ladi, foyda qilsa bo'ladi. Rosa tejasa misol uchun 250-300 dollar tejasi mumkin. 300 dollar. Ha, arzonroq aytadi-yu, lekin bu yoqdan narxni Bu yoqda olmasdan mana Lamborghini mana o'zidan tejasi mumkin, ichiga nima qilmasdan, qo'ymasdan, kesaklarni boshqa qo'yishi mumkin, o'zimizni trubadan qo'yishi mumkin. Shulardan tejab qolsa bo'ladi. darvoza o'rnaganda bir xil turaveradi, lekin xizmatida farqi bor-a bularni. Xo'p, motoriga keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bular sifatli motorlarning turiga kiradi. Xo'p, arzonini mana o'ziga qo'yib qo'yganmiz, mana truba o'zi arzon trubaga motorini ham o'shanga suqib qo'yganmiz. Mana oq korobka Turetskiyni motori bo'shi eng yaxshilaridan. Shunda ham farq qiladi. Mana radio blokda eng zo'r farqi mana bularda mabodo mana u narsa to'q katta kichik bo'lib qo'yib qoladigan bo'lsa, o'rnatib berish kerak bo'lsa, bitta mutaxassis chaqirib, borib qo'yib berish kerak bo'ladi. Agar bu mana qimmatini radio blogi buziladigan bo'lsa, mana hozir yangi ochdim deyli. Mana bu yerga olib kelaman, mana bu holatda tayyor bo'ladi, buni shunday suqsangiz ishlab ketaveradi. Men hozir mana o'zimnikini shunday sug'urib turib. Shtekeri bor ha buni. Shtekeri boshqasi bor mana. Buni shunday olaman. Ha, alishtirsa shunday qilib turib, mana uni ishlatib ketaveradimi hozir? Shunday qilsam ishlayveradi. Egalari o'zlari ham mana ko'rib olsa, mana ishladi mana. Aka, mana shu radio blokka nechta pultni bog'lasa bo'ladi? Buni 8 tagacha pult bog'ladim, mana ishladi. 8 tagacha pultni bog'lasa bo'ladi. Darvozamiz ishladi. Yangi narsani o'chib qo'ydim. Endi ozgina 20-30 dollar ekonom qilaman deyshadi. Mana bu narsani ulama, keyin bitta o'sha rasxod qilishganda o'chib ketadi. Men yangi narsani o'zi qo'yib qo'ydim bunga. Eskini farqini mana ko'rsatib o'tdim. U yoqqa chiqadigan yo'q, manag'i ham yo'q. Buni qimmatida radio blok. Arzon radio. Qimmatida o'zi vilkalari tayyor, shuni tiqib qo'yasiz. Bu yog'ini tiqasiz bo'ldi. Oddiy odam ham o'zi ishlatib ketaveradi. O'ta oson, qulay, sifatli qilib qo'yilgan. Shu detallardan ham farq qiladi. Ha, bu tomonda mana materiallar bular. Ha, bular materiallarimiz. Farg'onaga 3 ta bu yoqda zakotovka qilib qo'yganmiz. Farg'ona do'konni oldiga. Bu yoqda Anjonniki bor bitta. Bu tomonda yana Anjonga kalitkasi bilan olganimiz bor. Bunisi mana Pirvalga o'rnaydigani bor. Bitta ertagalikka Pirval dacha dam oladigan joyga tayyorlab qo'ygan zakotovkalarimiz. Bu ham Anjonga yo'nida kalitkasi bilan 50 milligi bu. Hozir bu tayyorlanyapti. Tayyorlanish jarayoni bu. Shunaqa holatda bo'lar ekanda. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ha, u yerga borib o'rnatib kelinadi. O'rnatib tayyor qilib o'rnatib beriladi. Xo'p, aka, mana bu darvozamiz qanaqa endi? Bu o'sha eng qalini, mana hozir ovozini ham bitta tekshirib ko'radigan bo'lsak, biz nima uchun buni shuncha yillik tajribadan kelib chiqib o'zimiz zakaz qildik, mana urganda ham mana. Ha, shum yo'q. Umuman ovoz yo'q mana. Ha, keyin darvozamiz matviy holatdami aka? Matviy eng hozir kunda talab shunga ko'p tushgan. Bu kraskasi originalmi? Hammasi zavodskoy, o'sha hamma narsasi zavodskoy bo'ladi. Moyshimi? Moyshi, bemalol moyka, karcher anaqada qilishaveradi. Umuman nima bo'lmaydi. Buni mana o'zimiznikidan ham kelib chiqqan holatda mana buni ursangiz bo'ladi, ozmoz bo'ladi, oldin bo'lganda. Mana shularni kamchiligini inobatga o'ptirib, mustahkam qilib buyurtma berganmiz. Hamma nimadan kelib chiqib, eng mustahkamini zakaz berganmiz. Aka, endi bu darvozamiz ham originalmi? Bu ham o'sha zavodskoy Turetskiy, o'sha Turetskiy variantimi? Kesaklargacha o'ziniki. Birinchi endi 50 milligi 3x3 razmerdagi 900 dollar bo'ladigan bo'lsa, buniki 1050 dollardan o'rnatib beramiz vodiy bo'ylab. Bu alyuminli emas. Bu alyuminli emas, stal qalinroq undan ko'ra. Misol 50 milligi 900 gram chiqdi, bunisi 2 kilo. 2 kilo 100 gacha. Ko'rsatdingiz, ha? Ko'rsatib o'tdik. Endi
Bu o'rtanchasi. Endi eng Aka, zo'r hozir full mana shu variant. darvozamizni o'rnatganingizga taxminan qancha bo'ldi? 2 yildan o'tdi, 3 yilga 2 yildan oshgan yaqinlashib bo'lsa, qoldi. mana quyosh tushyapti, tepasi ochiq. Demak zo'r ekanda. Rangi mana chidaydimi deganlarga mana ko'rib turishibdi. Umuman mana nimasi yo'q. Rangi zavodskoy bular. Kraskasi laki o'chmaydi, ha? Materiallari ham hech narsa qilmaydi. Mobodo o'sha 5 yilmi, 10 yilmi mana unda ham eli bo'lgani yo'q. Qachondir bub qolsa, yana kraska qilsangiz zo'rligi kraskani yaxshi ushlaydi bu. Ha, bu darvozalardan misol uchun oldinroq o'rnatgan darvozalar ham bormi? Xizmat qilib kelayotgan? Ha, yo'lda iloji bo'lsa o'shani ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. 5 yildan o'tgan darvozalarimiz bor o'sha aeroportni oldida, shuni ko'rsatishga harakat qilamiz qaytishda. Ha. Aka, bu darvozamizchi? Bu hozir kundagi eng o'sha trendda bo'lgan, o'zimiz zakaz qildirib olib keltirgan, har bitta detalini o'zimiz zakaz qilganmiz. Mana yondagi kesaki, rezinka, mana ovozi chiqmaydigan qilib o'sha PVC panel deydi. Eng hozir kunda qalini Torazada o'sha 2 kg 600, 2,5 dan 2 kg 800 gacha chiqadi. Har bir dona 3 metrlik lambriyimiz eng qalini hozir kundagi PVC panelimiz mana shu bo'ladi o'sha. Ha, aka, buni sifatini yaqinroqdan ko'rsak ham bilinar ekan. Chunki mana choklari ham bir-biriga zich holatda ekanda. Umuman shum bunda ovoz bo'lmaydi. Ichkarida cho'tkadan tashqari spes rezinkalargacha qo'yib chiqqanmiz. Orqa oldi bir xil holatda ekan, ha? Orqa oldi bir xilda 2 qavat, ichlari shumka bo'lgan, o'ta sifatli mahsulot. Bu radio blok. Radio blok, ha. Ikkita pult qo'yib ketgan taqdirda ham ichkaridan bemalol ko'tarib tushaverasizlar. Buni mana Xitoyniki 2 xil deganiga hozir men ichkarida bitta Xitoy materiali bor, olib chiqib so'lishtirib qo'yaman. U bilan juda katta farq qiladi. Hozir men olib chiqib ko'rsataman uni ham. Aka, xo'p, Bobirjon, buni olib chiqishimning sababi bu ham mana Xitoy mahsulot hisoblanadi. Endi buni bir e'tibor berib mana buni penalari ham to'liq bo'lmaydi. Mana cho'kki ham bor ekanda. Farqi bor-da, bular mana. Bu $750 uchkovchi eng arzoni mana. Lekin biz hali biror kishimga tavsiya qilmadik, chunki bu cho'k bir marta yilgandan keyin qaytib o'rniga kelmaydi. Eng sifatli hali bizda Xitoy deganda arzon narsa uyg'onib qoladi-da tasavvurotimiz. Misol uchun hozir mashinalarda olib qaraydigan bo'lsak, bu oddiy Xitoy haliga prostoy mahsuloti bo'lsa, buni Li9 desa bo'laveradi. Mana Li9 ga qiyoslasa o'zi biz mana har bitta detalni biz o'zimiz sifatli qilib zakaz berganmiz. Hozir ko'rsatgan darvozamiz, bu. PVC panelmi? PVC panel, mana panellar ham umuman buni qimillat olmas. Cho'kini umuman qimillat bo'lmaydi. Bossangiz ham. Keyinchalik masalan bu yerlari ochilib ketib, muammo qilmaydi. Muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun mana farqini mana. Aka, haqiqatan ham buni juda katta farq. Shumkasidan ham farqi bor ekan. Hamma ichini qarang, to'liq qo'yib quyib. Bu to'liq holatda ekan. Keyin mana bu stenkasi ham farqi bor ekan. Bu qarang. Yupqada mana bemalol mana bilinib turibdi. Ovozdan ham buni unaqa qilib qo'lda ez olmaysiz. Farqi mana shunda. Mana. Buni o'shaning uchun umuman deyarli ko'rsatmaydigan. Asosan faqat sifatga yillar mobaynida qilinayotgan keyinchalik shikoyat tushmaydigan qilib berishga e'tibor beramiz asosiy. Aka, bu sohada ham aldab qo'yish juda ham oson ekanda. O'rnatib aldab qo'ymaydi-yu, lekin ichini qanaqa o'rnatishini ko'pchilik hali yaxshi tushunib bilmaydi. Biz endi ko'p yildan beri qilib kelayotganimiz sababidan nima qilsa buzilmaydi, shularni yaxshi tushunib nima qilib oldi. O'zi orada aytib o'tdik-ku, eng asosiy narsa shu vishilkani o'rnatishni bilsa bo'ldi. O'sha narsa ushlab turadi buni. Motor qismi bilan shu trubalarga e'tibor berishsa, chiroyli o'rnatishsa, ko'p yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Xo'p, endi bu darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi buni 3 ga 3, mana shu ko'rib turganingiz 3 ga 3 razmerdagi avtomatik darvozamiz $1150 ga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Yana agar qo'shimcha savollar bo'lsa, razmeri katta bo'lsa, bizga batafsil telefon qilishsa, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Aka, hozir vodiy bo'ylab $1150 dan, ha? $1150. Qolgan viloyatlargacha? Qolgan viloyatlarga kelishilgan asosda olib chiqib o'rnatib beramiz. Dastavkasi, ustanovkasi kelishilgan holatda. Xo'p, pult orqali o'sha 200 metrdan oshiqdan bemalol boshqarsa bo'laveradi, lekin vaqt o'tishi bilan albatta batareyani pasayishi bor, boshqasi bor. Agar almashtirilsa, yana o'sha masofadan bemalol olaveradi. Vaqt o'tgan sari ushbu masofa qisqarib boradi.
Yana Ha. batareyani yangilansa, yangi holatdagi batareyada 200 metrdan ag'da bemalol olaveradi. Lekin gap yo'q, 200 metrdan oladigan bo'lsa, juda ham ajoyib. Hozirgi kundagi eng Aka, uzoq buni masofa sinab hisoblanadi. ko'rganmisiz? Ha, 200 metrdan boshqarib ko'rganmisiz? Sinab boshqarib Ha, ko'rganmiz. signal olaveradi. Signal bemalol olaveradi. 200 metrdan уже o'tgan holatda ham sinab ko'rganmiz. O'rtacha qilib aytyapmiz hozir. Agar juda ko'p bo'ladigan savollardan bittasi bu baribir elektrda ishlaydi. Svet o'chib qolsa nima qilsa bo'ladi degan savollar bo'ladi. Svet o'chsa hozirgi 3 xil ko'rsatgan mahsulotimizda ham ruchnoy ochilib yopilishi bo'ladi albatta. Ha, Ruchnoy qo'lda holat. ruchnoy bemalol ko'tarib tushirsa bo'ladi. bo'ladi. Xo'p, bu yerga ham mana o'zimizni avtomatikadan o'rnatib berganmiz. Bular o'zimizni joy, ustaxonaga kuniga 3-4 marta ochilib yopiladi. Mana bularniki 3 yildan o'tgan holatda chiroyli xizmat qilib turibdi. Ranglari ham o'chmagan. Va yana bitta eng asosiy yangiliklarimizdan biri, mana O'zbekiston bo'yicha birinchilardan bo'lib, bularimiz 32-37 sekundda ochiladigan bo'lsa 3 metr balandlikka ushbu mahsulotimiz 8-10 sekundda to'liq ochiladi. Tekshirib ko'radigan hozir bu darvozamiz 8-10 sekundda ko'tarilib tushadimi? eng tezkor hozirgi kundagi eng tezkor Gap avtomatikalarimizddan yo'q biri. lekin. Hop, Bobirjon, ushbu mana tezkor darvozamizni mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana 8-10 sekundda to'liq ochiladi. Hozir buning razmeri 3 metr, ha? Eni 3 metrga 3 metr bo'lgan avtomatika. 3 razmerda. Ha, lekin gap yo'q. Aka, bu darvozamiz dizayn tomondan ham juda ham chiroyli ekan. Hozir bu 8 sekundda ko'tarilib tushsa, mana bularimiz 37 sekundda ko'tarilib tushadi. 37 sekundda to'liq ochiladi. Bular 8 sekundda. Motor katta bo'lganligi sababidan bu 32-37 sekundlarimizda ruchnoysi bo'ladi, lekin bunda ruchnoy qismi bo'lmaydi. Tezkorligini hisobiga ruchnoy qo'ymaganmiz. Yana aka, buni radio blogi boshqacha ekanmi? Radio blogi ham boshqacha takomillashtirib ishlab chiqarganmiz buni. Mana bu yosh bolalar uchun xavfsizlik. Buni shuni yonga burab qo'ysangiz, yosh bola kelib bosganda ham nastroykasini chiqib tushishini o'ynay olmaydi. O'shanga xavfsizlik nuqtai nazaridan qilingan. Undan tashqari ham bundan o'ch yopa olasiz bemalol. Undan ham tashqari ishga ketayotganingizda avtomatik tarzda pultdan bosib o'tirmaysiz, o'zi yopadigan qilsa bo'ladi. 2 minutda siz chiqadigan vaqtni belgilab qo'ysangiz 2 minutda, 5 minutda, 10 minutgacha ham 10 minutdagi yopsin desangiz, o'shani ham avtomatik qilsa bo'ladi. Ha, bunaqa qulayliklari ham bor ekanda. Bor. Buni pulti qancha masofadan boshqarsa bo'ladi? Pulti buniki ham Pult o'sha orqali 200 metrdan oshiq olaveradi bemalol. 200 metrdan bo'lsa zo'r ekan, aka. Bu ham bemalol o'sha uzoqdan olaveradi. Batareyasi yangi bo'lgan holatda. Buni ham radio blogi kuchli ekanda. Ha, radio blogi o'sha yaxshisidan bo'lgan. Aka, bu darvozamizda o'rnagani ham bormi? Bor. 5-mikrayonda o'zimizni dizayner akamiznikiga qilib berganmiz. Chizmachi, mana uylar bilan shug'ullanadi, uy chizmasi bilan shug'ullanadigan dizayner akamiznikiga ober o'rnatib berganmiz. Videosini ko'rsatamiz. Yonida hozir bu yerdagi videodagilarda hammasini yonda kalitkasi yo'q. Yonda kalitka qilsa bo'ladimi degan savolga o'sha akamiznikiga ikkita kalitkaligidan o'rnatib berganmiz. Ober ko'rsatamiz uni ham. Aka, yana bu darvozaga yoniga emas, ichiga ham kalitka o'rnatsa bo'ladimi? Ichiga emas, u yoniga o'rnatsa bo'ladi. Ichiga qo'yadiganlarimiz mana bu seksionli darvozalarga qo'ysa bo'ladi. Bular shu eng qimmat narxdagi mana seksionli. Nima uchun ichiga qo'ysa bo'ladi? Chunki bu butunicha konstruksiyamiz yuqoriga butun holatda ochiladi. Bu roletli darvozamizda 40 sm joyga o'rab beradi. O'shani hisobiga bunga ichiga kalitka qo'ysa bo'lmaydi, lekin yon qismiga qo'ysa bo'ladi. Seksionlilarda ichiga qo'ysa bo'ladi. Mana yerda batafsil tushuntirilgan. Bu butunicha yuqoriga chiqib ketadi. Shuni hisobiga qilsa bo'ladi. Avtomatika darvozalarimizdan ham tashqari mana peregola xizmatimiz bor. Hozirgi terrasalarda rosa nima bo'lyapti? Trend bo'lyapti. Bu markizalarimiz bor. Markizadan tashqari ishxona nimalarga surma, zavodlarga surma darvozalarimizga ham motor o'rnatib beramiz mana. Mana bu yerda detallarda batafsil o'rnatilgan. Endi temir darvoza o'rnatib qo'ydik. Biz ham ochiladigan qilsa bo'ladimi degan savolga bo'ladi. Ularga mana bunaqa nimalarni ham qo'yib qo'yganmiz. O'zi ochadigan. Bu yerda o'zi motorimiz ham bor, ichkarida bo'lsa ko'rsatib qo'yamiz o'zini. Xo'p, mana bu распашной darvozamizning motori mana hozirgi mana shu uylarga temir darvozaga qo'yiladigan
Raspashnoy deydi. Qo'lda ochadiganimiz, mana mahsulotimiz, mana pultlari bo'ladi. Ha, temir darvozani qanotini o'zi ochib beradi, ha? Ochib beradi, avtomatik qilib mana ochib beradi. Bu motorimiz. Gap yo'q lekin. Aka, buni sifati ham yaxshi bo'ladimi? Ha, bular o'ta sifatli bo'ladi. Masalan, darvoza og'irroq bo'lsa-chi? Darvoza og'irroq bo'lsa, shuni kiles kattaroq mana ko'rishingiz mumkin. Kiles ko'proq bo'ladi. 200 kilodan boshlab 1 tonnagacha bo'ladi. Narxi $600 boshlab $1250 darvozani kilesiga qarab shtampovka pechatlarga bo'ladigan bo'lsa $600 ham bor. Lisli qimmat darvozalarniki italyanskiy bo'lsa $1250 o'rtacha $900 hisobini olishadi lisli darvozadagilar. Pechatlarniki $600-750 hisob kitobini olishadi. Bu tashqariga ochiladimi? Tashqariga ham, ichkariga ham ochaveradi bular. Sozlab nima qilib beriladi motoridan. Qaqa bo'lsa ham faqat uning uchun mana bu yo'nida nima joy bo'lish kerak. Joy bo'lmasa devorni uyib qo'yib beramiz. Bu o'sha avtomatika bo'yicha jamiki nima xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilishaveradi. Undan tashqari hozirgi shlagbaum xizmatlarimiz bor, ko'chalarga shlagbaum qo'yishdi. U mana endi ana nima panellarimizdan abrezes qo'yib qo'yganmiz. Mana o'sha eng motiviy deganimiz mana PVC mana o'zi zavoddan mana 77 li PVC panel 0.58 qalinlikda. Ha, 0.58 qalinlikda o'sha eng qalini. Hop, bu mana hozirgi 8 sekundliniki mana staldan bo'lgan. Bu ham o'ta sifatli mahsulot. Aka, u bu deysiz-ku, lekin bu ham mustahkam ekan. Ha, yo'q, mustahkam ekan. Mana boya Xitoynikini ko'rdik. Bundoq qilsa egilib ketayotgandi-da. Bularda umuman qo'lda ezib nima qilib bo'lmaydi bu stal va hamma mahsulotimizda abrazes. Yana buni endi videoda ko'rishyapti-ku. Telefon qilishsa, misol vodiy bo'ylab boshqada o'lchagani borganda bularni atayni abrazes qilib o'rganmiz, olib boramiz qo'l bilan ushlab, farqini mana ko'rib bilishingiz mumkin deb o'lchaganda bulardan abrazes olib olamiz. Ko'rib qaysi biridan deysa, o'shanga qarab nimasini kelishaveramiz, summasini. Aka, demak, avtomatik darvozalar bo'yicha barcha mahsulotlar bor ekan. Derazalar uchun ham bormi? Hozirgi kundagi barcha avtomatik darvozalar bor, deraza uchular ham bor. U roletni deydi. Bular misol uchun mana 7 mm bo'ladigan bo'lsa, derazalar uchun 55 mana. Buni ham mana kirgizib qo'yganmiz. 55 lik bo'ladi. Ixchamroq bo'ladi. U ham albatta bor. Nima qilishsa, narxlarni chiqazib beramiz. Bizga yozishsa, mijozlarimiz narxini chiqazib beramiz. Aka, yo'qsa, yurtdoshlarimiz uchun o'rnagan joylar bo'lsa, birma-bir borib ko'rsatib o'tsak, albatta so'zni isboti bilan o'rnagan joydan ko'rishsa, ma'lumotlarini batafsil bilib olishadi. Bo'ldi, bo'lmasam ketdi. O'sha 5-mikronda o'sha dizaynerlar uylariga qilib berganimiz bor. Uni yo'l-yo'laka yana o'rnatganimiz bor. Ularni ko'rsatib o'tamiz bo'lmasam. Xo'p, ushbu darvozamiz hozirgi yangi chiqqan 2025-yilda chiqqan eng tezkor darvozamiz 8-10 sekundda to'liq ochiladi. Hozir eng ko'p savollar tushadigan savollardan bittasi avtomatika qilib yo'niga kalitga qilsa bo'ladimi degan savolga javob tariqasida ushbu darvozamizni ko'rsatib o'tyapmiz. Akamiz ham kelib, joyim kattaroq, eni to'ri 34 balandligini ixchamroq qilib, mana shu joyimizga moslab qilib bering deganlar, joylarga chiroyli yechim qilib berganmiz. Avtomatikasini 3 metrga balandligini 275, keltkasini 1.34 ga 2.75 qilib berganmiz. Hozir bu yerda kalitkasi alohida-da. Kalitkasi yonida alohida. Misol uchun, endi mana hozir ko'p o'sha tushadigan sexda ham tushuntirib o'tdik, enini iloji bo'yicha 3 metrga to'g'irlash kerak. 3 dan katta bo'lsa 4 metrlikdan kesiladi deganimizga bu yerdagi joy 4.34. 3 metrga avtomatikani to'g'irladikda, narxi ham arzonroq tushadi deb turib, undan u yog'ini kalitka qilib chiqazib yubordik. Aka, lekin juda ham ajoyib chiqibdi. Buni menga yoqqan tarafi juda ham tez ko'tarilar ekan. 8-10 adashmasam bu Osiyoda bitta bu. Hozirgi kunda eng o'sha tezkorlardan bittasi, motori ham katta motor, pultlari ham zapaska pultigacha bo'ladi. Undan ham tashqari ichkarida radio blogidan hamma narsasini bir ko'rsatib o'tsa bo'ladi mana ichkaridan. Ko'rib turganingizdek bunda ham alohida chiqazib tushsa bo'ladi, voltlargacha ko'rsatadi.
agarda ertalabda ishga turib chiqib ketayotgan bo'lsangiz, chiqib ketgandan keyin bosib yopib o'tirmayman desangiz, avtomatik tarzda o'zi yopiladigan qilib miyasiga kirgizib qo'ysa bo'ladi. Boshqaruvini tushuntirib qo'yamiz. Bemalol undan ham tashqari yosh bolalarga xavfsizlik nuqtai nazaridan mana uni bitta bosib qo'ysangiz, yosh bola kelib bossa, bosilmaydi. Shunaqa xavfsizlikni juda yaxshi o'ylab nima qilingan, chiqazilgan. Ofisda ko'rsatgan darvozamiz bilan bir xil. Bir xil. Radio blogi hammasi. Buni o'sha aytdingiz, eng sifatlisi, eng tozasi. Xo'p, aka, bu darvozamizni materiallari hozir bu yer mana ochiq joy va tepasi motor qismiga suv tegmaydimi? Yo'q, yuqorigacha o'rab suv umuman tushmaydigan qilingan. Yana bitta qo'shimchasi, mana joy ko'rgan bo'lsangiz, 4-34 hech nima ushlab turmagan holatda biz o'zimiz o'ng profilda ramka qilib berganmiz. Agarda joyini o'chiq, qandaydir muammo bo'lsa ham, hamma muammoga yechim qilib beramiz. Profil ramkasi bor, hozir misol devorga nima qilmagan holatda ramka qilib mana o'ng profilda o'rnatib berganmiz. Joy umuman ochiq bo'lgan holatda ham bemalol o'rnatib beraveramiz, muammo yo'q. Mana qadrli obunachilar, ochilib yopilishi ham juda ham yengil. Mana bemalol yosh bolalar, ayollar ochib yopa oladi. Va mana bu shumkali bo'lar ekan, mana. Shum yo'q bunda. Buni materialini ko'rsatib o'tdik. Stenkasi qalin, ich shumkali, oldi orqasi bir xil holatda. Xo'p, aka, buni karcherlab yuvsa hech narsa qilmaydimi? Bemalol bo'laveradi. Bitta joy o'sha mana kalitkada pastki qismini yugandan keyin ehtiyot qilib qo'ysa, bu temirga qilinganda, mana shu joyini ehtiyot qilishadi. Suvni suyini artib tashlash kerak bo'ladi. Suv turmasa bo'ldi, muammo bo'lmaydi. Muhimi mana o'chilishini ham ko'rsani, eng tezkor holatda o'chiladi. Gap yo'q. 8 sekundda ko'tarilib, 10 sekundda tushsa, bu juda ham ajoyib. Ishdan charchab kelganingizda kutib o'tirmaysiz. Pul tushnoq bosasiz, darvozamiz o'zi tushib ko'tarilib bemalol. Xo'p, mana bu yerlari ham rezinkasi bor, shumkasi bor. Xullas mana qalinligi. O'z darvozamizning stenkasi qalinligi mana. Xo'p, zamoklari zobir zamok, Aka, endi bu darvozamizni hammaga narx-navoz qiziq. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, avtomatikamiz bu o'sha eng tezkor ochiladigan 8-10 sekundda ochiladiganimiz $1,500 chiqadi. Ushbu mana 3 ga 3 razmergacha. Kalitkasi, o'sha kalitkasi ham eng ko'p nima qilinadigan. Buni $450 chiqadi. Sababi mana zavodskoy o'zinikidan qilib berilgan. Ramkalarni 10 ga 10, chekkalarni 8 ga 4 profil qilingan. Agarda bularni 6 ga 4 chekkalarni 10 ga 5 qilib qilsa, arzonroq qilib chiqarsa ham bo'ladi. Agar pechat bo'laveradi desa, $2,5 million so'mdan $550 gacha chiqadi. Bizga agar Telegramdan nima qilsa, variantlarni tashab beramiz. Tanlanadigan fasoniga qarab chiqadi narx. O'rtacha o'sha $200 dan $550 gacha chiqadi kalitkasi. Kalitkani o'zlariga yoqqanini aytsa, misol uchun bu okey, menga o'ziga mos bo'lsin dedilar. Bulenikiga chiqqan narx $450 ligidan qo'yib berganmiz. Aka, lekin shu ham yaxshi ekan. Zo'r, bani o'ziga chunki darvozaga bir xil holatda mos tushar ekan. Lekin endi imkoniyatga qarab shuni o'zini arzonrog'idan bo'lsin deganlar ham bo'ladi, ko'pchilik so'raydi. O'sha $2,5 million so'mliklari ham yaxshi xizmat qilaveradi lekin. Aka, bu darvozamizni, avtomatik darvozamizni necha metrgacha tayyorlab bera olasiz? Xo'p, eng uzuni iloji boricha 4 metrgacha bo'lsa, avtomatikani o'zi maqsadga muvofiq bo'ladi. 6 metrliklarimiz bor, ular faqat zakazga Turkiyadan keladi. Bular 7 mm bo'ladigan bo'lsa, u zakaz faqat oq rangda 10 mm gacha bo'ladi. Narxi lekin 2 barobar qimmat chiqadi. Nima uchun 4 metrgacha tavsiya qilamiz? Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham 4 metrgacha bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizning tavsiyamiz shu, 4 metr. Lekin 4 metr ham yaxshi. Zo'r, nimaki furani ini ham 2,5 bo'ladi-da. O'shanga qarab balaligi ham 3 qancha ham bo'ladi-da, furaniki. Uning uchun endi 5 metr balaligini qilaveramiz, 5 metrgacha qilib beraveramiz. Balaligi ahamiyati yo'q, lekin ini rol o'ynaydi. Ini asosan rol o'ynaydi. 4 metrgacha qilsa, yo meni joyim 4,5 metr-ku yoki 4,30 ku desa, mana xuddi shunga o'xshab yoniga profil qo'yib yechim qilib beramiz. Uni o'zimiz joyi razmerini aytsa, chiroyli qilib yechim qilib o'rnatib beramiz. Aka, mana bu pultini necha metrdan oladi dedingiz?
Xo'p, mana shu yerdan ham ispitaniya qilsa bo'laveradi. 200 metrgacha batareyasi yangi holatda bemalol 200 metrdan uzoqda ham bo'laveradi. 200 metrgacha xotirjam ola oling. Ha. Tekshirib ko'rishsa xijolatli holat bo'lmaydi. Yo'q, bemalol ispitaniya qilib nima qilib beramiz. Uning uchun mana batareya yangi holatda bo'lsa, endi turgan sari ozmoz zaradkasi agarda yana almashtirilsa, batareyasi almashaveradi. Yangi qo'yib turilsa 200 metrgacha bemalol olaveradi. Pasaygan sari masofa ham qisqarib boradi. Yana yangi qo'yilsa, yana 200 metrgacha bemalol olaveradi. Xo'p, Bobirjon, bu hozirgi ko'rsatgan videoyimizdagi darvozamizni orqa hovlilarga o'rnatib berganmiz, joyimiz kattaligini hisobiga. Bu yerda endi 3 metrli emas, bu 4 metrlikdan kesib ishlatganmiz. 367 ga balandligi 275 bo'lgan. Narxi nisbatan arzonroq chiqadi bunikini. Buni $1350 ga o'rnatib berganmiz. Kalitkasini 350 nergindan nisbatan o'sha nimasi arzonroq chiqqan. $100 arzonrog'i bu. O'zligi aytganimdakka, ya'ni aytsa batafsil variantlarni o'sha 2,5 million so'mdan kalitkasi $550 gacha chiqadi. Bu $350 ga qilib berganimiz kalitkasi. Avtomatikasi o'sha $1350 ga o'rnatib berganmiz. Bu 4 metrlikdan kesilgan bo'lisi. Joy razmeri kattaroq buni. Aka, bu darvozamiz farqi bormi? Narigi bilan. Farqi bor. Bular u 8-10 sekundda ochilsa, bu 32-37 sekundda, misol uchun to'liq ochiladi bu darvozamiz. Ha, 32-37 sekundda to'liq ochiladi bu darvozamiz. Hozir orqa ko'rinishdan ham bir qator ko'rsatib beramiz. Buni materiallari alyuminiymi? Yo'q, bular stal, alyuminli. Bundan ham arzonroq chiqadi. Mana shu razmerdagisi alyuminli kvadrat o'sha $90 atrofida hisoblab beriladi, lekin 3 dan katta bo'lsa 4 metrga yaxlit hisoblanadi. 3.10, 3.20 deyli, 3.5 bo'lsa ham biz uni 4 metrga hisoblab kvadratini chiqazib beramiz. Yoki menga aniq summasini deysa, summasini biralo o'rnatib berish bilan deyli, mana shu razmerdagini $1150 bilan $1200 atrofida o'rnatib beramiz, alyuminli bo'ladigan bo'lsa. Yana bitta modeli bor bundan tashqari. Hozir kunda eng o'sha trenddagisi matvi PVC panelligimiz bor. Uni yana videoda ko'rsatamiz. Bundagi videoyimizda o'shani ko'rsatamiz. U bundan $100 qimmat chiqadi. Misol uchun bu $1350 bo'lsa, energiyalarimiz $1450. Ha, ofisda ham ko'rsatib o'tdik bu darvozani. O'shani aytyapsiz-da? Ha, o'shani aytdim. PVC panelli. PVC panel o'sha eng qalini. Kilasi ham o'sha 2 kilo 600 chiqadi bir dona 7 santimetrli 3 metrli panelimiz. 2 kilo 600 chiqadigan bo'lsa, 2 kilo 600 chiqadimi? 2 kilo 600 chiqadi. Mana bu hozir $1350 deganimizning kilasi 2 kilo 200, 2 kilo chiqadi. Alyumin deganimiz arzonroq narx aytganimiz u 900 gram chiqadi. Stenkasiga qarab, haligi bizda oddiy qaydan bilaman buni haligi mana o'rnagandan keyin deganlarga haligi qilib lo'nda qisqa qilib tushuntirganda taroziga qo'ysangiz stenkasi qalin parashligini bittada bilib olsangiz bo'ladi. Ha, yurtdoshlarimiz demak shu joyiga ahamiyat berishsa, chunki har xil darvozalar bor ekanda, internet tarmog'ida. Ko'pchilik so'rab, nima uchun arzon deyishadi, o'shalarga qaralsa ham bo'ladi. Aka, hozir internet tarmog'ida juda arzon narxda ham aytishyapti-da, buning nima farqi bor? Farqlarini o'sha ishxonada tanishtirib o'tganimizdagi tanishtirganmiz. Oddiy misol ichida qo'yadigan trubasini u yoqdan zavodskoy yetib keladi. Bu yerda o'zimizda tayyorlab qo'ysa ham bo'ladi. Yonida pachimnilari bor. Pachimnisi misol 15 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, u yerdan yetib keladigan 350 minggacha yetib keladi. O'sha tomonlama ancha farq qiladi. Uni agar videoda ko'rsa, batafsil ishxonada tanishtirib o'tdi uni. Har bitta detalida farqi bor. O'zimizda yasalgan bilan zavodskoy keladiganda ancha farq qiladi. Ha, sifat borasida ham, xizmat borasida ham farqi bor, ha? Luft bo'lmaydi o'ritganda. Lekin ko'rinish bir xilda turaveradimi? Ko'rinish bir xilda, mana shu ko'rinish ichki detallarni o'zida, misol uchun mana shu korpusi ham şeyde o'zimizda nima qilsa bo'ladi, mana zavodskoy korp. Hop, Bobirjon, orqa tomonni ham bir ko'rinishlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. Aka, buni orqa tomoni ham bir xil holatdami? Orqa oldi bir xilda ko'rinishda bo'ladi. Ha, kraskasi zavodskoy, a? Zavodskoy o'sha Turkiyaning o'zida kraska bo'lgan holati. Men kalitkani ham orqasini, mana oldini salafan holatda bo'lsa, ko'rinishini yana bilgani, mana orqasi salafan ko'chirib qo'yilgan mash ko'rinishda bo'ladi. Ha, qadrli obunachilar, mana orqa tomoni ham juda ham ideal holatda, kraskasi
glansli emas, o'ta glansli emas, o'ta matli emas. Ikkalasini o'rtasi. Bu radio blogi shunaqa bo'lar ekanda, aka? Turetskiy eng o'sha qimmati ishxonada ko'rsatib o'tganmiz, ko'rishgan bo'lsa, o'sha eng yaxshisidan qo'yganimiz bu. Aka, bu radio blogi tozasidan bo'lsa, pulti ham tozasidan bo'ladi-da. Ha, o'sha ishxonada ko'rsatib o'tgan toza radio blok, hammasi o'sha toza zavodskoydan bo'lgan bular. Xo'p, Bobirjon, ishonasizmi, ushbu darvozamizni o'rnatganimizga 5 yildan o'tdi. Yo'q-a. Aka, mana shuni o'rnatganingizga 5 yil bo'ldimi hozir? Ha, 5 yildan o'tdi ushbu darvozamizni o'rnatganimizga. Ko'pchilik so'rashadi, rangi o'chadimi, o'chmaydimi deb so'rashadi. Men o'shanga ko'rsatib beraylik deganimiz, mana ranglariga hech qaytiga hech nima bo'lmagan. Bo'lmasam, TV'si ham joyini yopiq joy emas, mana oftob tushib turgan holatda. Lekin darvozamiz haqiqatdan ham ideal holatda turibdi. Endi mana bu joylari bu artsa ketadi. Ideal holatda turibdi haqiqatdan ham. Aka, buni demak yomg'irga ham, suvga ham, quyoshga ham chidamli ekanda. Hozircha mana 5 yilda oldi, kelgusidek niyat qilib turibmiz. 6 yil, 7 yil, 10 yillikda ham xudo xolasa mana shunaqa o'lib qo'yishlikni nima qilib turibmiz. Juda bo'lmaganda mana 5 yildan o'tgan bo'lsa, deyli mana 10 yilda nima bo'ldi deganda ham bitta kraska qilib qo'ysangiz, kraskani zo'r ushlaydi bu. Ha, kraska sepsa bo'ladi. Ha, sepsa bo'laveradi. Lekin haqiqiy zavodskoy bu Turkiyaning o'zida bu kraska bo'lib kelgan bu narsamiz mahsulot. Aka, buni hop tashqi ko'rinishi chiroyli holatda turibdi, lekin mexanizmichi? Mexanizmlari ham ideal holatda ishlashlari bir xil holatdan o'zgarmaganmi? O'zgarmaydi. Faqat qalin metalli ovozi ozgina bo'ladi. U degani shovqini juda katta emas, ovozi bo'ladi. Elimda ovoz bo'lmaydi, minus tomoni tishi bo'sh bo'ladi. Ko'p yillik xizmat qilish uchun tishi mustahkam bo'lish kerak. Bo'ladi, tishi baquvvat bo'ladi, ushlab beradi, zamogi baquvvat bo'ladi. Ha, ushbu darvozamiz Turetskiy stal qalin variantidan bo'lgan 2 qavat, ichi pokakli, shumkali bo'lgan variantimiz bu yerga o'rnatib berganimiz. O'sha birinchilardan boshlab qilib bergan variantimiz eng ishonchli variantlardan bittasi bu ham. Aka, mana shu darvozamizni necha xil ranglari bor? Buni 5 xil rangi bor. 5 xil. Oq, stannoy, seri, mokr asfalt, korishneviy, bu ko'rib turganimiz korishneviy rangdagi 5 xil rangi bor. Nergi PVC panel qalinni faqat mokr asfalt matvisidan zakaz berganmiz, chunki o'zi kunda faqat mokri rang ketgan. U mahallada mana korishneviy modada bo'lgan. Alyuminiy ham faqat mokri. Turetskiyda o'sha 5 xil rangimiz sotuvda mavjud. Bu rangi o'zgarsa, narx-navosi o'zgarmaydimi? Yo'q, rangga qarab narxi o'zgarmaydi. U ta'siri yo'q-a? Ta'siri yo'q. Shu narxi bir xilda bo'ladi. Hop, Bobirjon, mana egalari o'zlari chiqib qoldilar, ketgan joyimizda bezovta qilmaymiz deydi. Endi so'z spoti bilan bitta ishlashini ko'rsatib beramiz. Ovozini ham mana ko'rasizlar, u darajadagi qattiq chiqmaydi, boshqa qilmaydi. Mana oradan 5 yil o'tgan bo'lsa, qanaqa holatda ishlayapti? Ko'ramizda endi aka. Mana ishlab turibdi mana. Aka, bu 5 yil o'tgan bo'lsa ham, lekin ishlashi juda ham ajoyib, ideal holatda. Bu xizmati yaxshi ekanda. Aka, bir marta mashinada urib o'rganlar, kelib to'g'irlab berganmiz, kirib ketganda ehtiyotsizlik oqibatida bir kelib, o'shanga uchun haliga nima xizmat bo'lsa aytsa, doimiy buni ichidamiz. Xizmati bo'lsa, borib xizmatini qilib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana orqa tomoni. Aka, buni razmeri? Razmeri eni 3,5 ga, balandligi 290 bo'lgan, 4 metrlikdan kesib qilib berganmiz. 3,5 ga 290 razmeri. Aka, agar orqa tomonda joy bo'lsa, ko'rib juda yaxshi joyda o'rnar ekan-a? Ha. Orqaga buning yana bitta yaxshiligi, mana seksionli darvozalarimiz bor. Ularga mana yondan 10 dan 20 joy qo'yishga rosa injiq bo'ladi. Faqat orqa tomonga o'rnata olasiz, butunicha yuqoriga chiqib ketadi. Buni zo'rligi mana o'rtada joy bo'lsa, o'rtaga agar ba'zi bir joyda hozir ko'p joyda joyi 2 metr qo'yib qo'yishyapti-da, joyi razmerini. Endi 2 metr bo'lsa, mana tevada 1,5 metr o'chilmaydigan qismimizni qo'ysak, 1,5 unda mashina kirmay qoladi. Ko'rsangiz mana tashqarida joy bor. Korpini tashqariga olib qo'yib bersak bo'ladi. Mabodo 2 metr joy qo'yganlar, bizning joyimiz 2 metr deb aytib qo'ysa, tashqariga qo'yganlarimiz videolari bor.
qo'yib beramiz. Joylarni 2 metr to'liq ochiladigan qilib beramiz. Bemalol mashina kirib chiqaveradi. Bunda umuman joy tanlamaydi. O'rtaga, tashqariga, ichkariga xohlagan joyingizga qo'yib, joyga yechim qilib beramiz. Xo'p, Bobirjon, qo'limizdan kelgancha tushuntirish berib o'tdik. Agar qayerdirga tushunmagan bo'lsangiz, bizga Telegramdan yoki telefon orqali murojaat qilsangiz, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Ha, telefon raqamlarida Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor, aka? Hammasi bor. Asosan bizda Telegramga asoslangan. Telegram bo'lsa, qiynalmay tushuntirib bera olamiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Ma'lumotlarini juda ham chiroyli holatda tanishtirib o'tdingiz. Xudo xohlasa, yana qanaqadir yangilik bo'lsa chaqirsangiz, yurtdoshlarimizga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Rahmat sizga, Bobir. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, Sog' bo'ling, yaxshi aka. ko'rishguncha.